sizga ochib bermoqdim oyajon, mana o'tiring. Men birinchi kelib ochib beray dedim-da sizga. Rahmat. Orqadan ham ketaveraman. Qo'shiq eshitib ketaylik. Mikrovolnovka olgan borib kelaylik bozorga, iltimos. Kerak bo'ldi. Qanaqa bozor? Birorta do'kondan olib yuringlar uyimizga yaqin joydan. Xo'p. Bozorga boraveraylik. Maza qilib, kelamiz gaplashib ketamiz, bit qilib. Ham bozorda arzon bo'ladi. O'sha qatdan bilardilar. Eshityapman. Zo'r. Xo'p. Voy, men bu televizor 12 oyga 79 ming so'mdan ekan, oyijon. Misorovka ham 12 oyga 79 ming so'mdan ekan, oyijon. Wow, Premier mikrovolnovkasi ham 12 oyga 79 ming so'mdanmi? Oyijon, Samsung Plus'si ham 12 oyga 79 ming so'mdan ekan. Feri gaz plitasi 12 oyga 179 ming so'mdanmi? Nimaga bunaqa arzon? Premier kir mashinasi oyiga 239 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, erimga bitta oldirib olsa bo'lar ekan arzon ekan. Oyijon, olaylik arzon ekan-ku. Qo'lingizda yuming kirdi. Nima qilyapsiz? Qidiryapman sizni. Notebook qarayotgandim. Lenovo notebooklari 299 mingdan 12 oyga bo'lib berishayotgan ekan. Hada, diskontchi hozirda hamma filiallarda zo'r aksiya bo'layotgan ekan. Xohlagan tovaringizga 50% gacha chegirma. Zo'r-ku. Qirmoshni olaylik. Lekin zo'r joyga olib kelibsiz, oyijon. Uyimizni ham lekin Kadishvada aksiyasi ham zo'r ekan. 10-chi, 11-chi, 12-chi, 13-chi, 14-chi oktyabr kunlari bo'lib o'tar ekan. Diskont zo'r. Kirmashina olaylik. Diskont, okay. Qimmatga olmang, diskontdan oling.